Bu videoda biz internet tarqalgan eng dahshatli videolarni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Biz boshladik. Bu amerikalik bloger o'zining uyida g'alati hodisa bo'lgan videoga olgan. Ko'ramiz. Xo'p, ko'rsatyapti. Suvni ovozi eshitilyapti qandaydir. Suvni qaranglar eshitilishi. Ko'rsatyapti. Suv o'chib yonyapti. Eshityapsizlar-a? Ochildi. Ya o'chdi. O'zini qaranglar o'chishini. Endi o'chmayapti, ko'rdinglarmi? Endi o'chmayapti. O'zi o'chirdi qo'li bilan. Jim g'alati ketyapti. Taqillayapti, ovozlashtiryapti. Yerab kelishdagi. Qimirlashini qaranglar buni. Nimadir tushib ketdi pastga. Yo'q, borib tekshirishini qaranglar-da, buni tekshirib ko'radi. Chiqib ket, nima qilasan tekshirib. To'g'rimi? Gapimga qo'shilsin, bitta kommentga plus yozib qo'yinglar. Fuck this. So'kinma. He claimed he woke up with unexplained Hop, scratches endi and kamera bruises. qo'yapti. Kamera o'rnatyapti. Eventually, he installed security cameras Agar around video the uzun bo'lib ketsa, apartment, ikkita and qismga what bo'lib happened next, watch Shular yetib closely. qolmasligi uchun. Things have been getting Hop, increasingly gapirib beryapti. worse. O'zini And, o'sha qanday his qilgani haqida gapirib reason beryapti. it's been Inglizcha really yaxshi active bilmayman. at night while I sleep. Jigarlarim, bu waking up, shorts yo'nalishda birinchi videomiz bu formatda. Hoziroq bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Hali zo'r videolar bundan ham oldinda i profilda ham bor. And because of it, my friends and I placed these Like little I'm saying, cameras around my apartment. And essentially the Hop, cameras ushtalik are kamera recording when they catch o'rnatyapti, movement. ushtalik. So they're running 24 hours a day all around my apartment, and when movement is caught, it starts recording, and then we're able to play it back. So we're hoping Hop. to get some more stuff on tape. Tekshirib ko'rishga qaror qildim deyapti. Shu narsalar bo'lgandan keyin ham yana qolyapti shu uyda, kamera qo'yib. Tushunmayman nima. Xo'p, eshik ochilyapti. Adyol ustini ochib yubordi, ko'rdinglar? Shokda, bali, uyqusida yotibdi, shokda. Oyoqdan tortishini qaranglar buni. Jigarlarim, ko'rdinglar nima bo'lganini. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozinglar. Rostmi, yolg'onmi? Men hamma kommentlarni bitta-bitta o'qib chiqaman. Jigarlarim, keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.